Ideal shirguruchning xato va sirlari. Shirguruchning birinchi xatosi guruchni 100% sutning o'zida qaynatish. Guruch sutning o'zida pishib chiqishi juda ham qiyin. Guruchni birinchi 25-30 daqiqa suvda qaynatamiz. Ikkinchi xato tuz, shakar va saryog'ni shirguruch pishgandan keyin solish. Agarda boshidan guruch bilan birga tuz, shakar va saryog'ni birga qaynatsa, shirguruchning mazasi faqatgina sutda emas, aksincha asosiy maza guruchga chiqadi. Suv kamaygandan keyin guruchni tekshiramiz. Agar guruch yarim-oy shakliga kirmagan bo'lsa, yana ozgina qaynagan suv quyib biroz qaynataveramiz. Guruch yarim-oy shakliga kelgandan so'ng sut qo'shamiz. Agarda ozgina qaymoq qo'shsak, shirguruch shirali, yoqimli va teksturli bo'lib chiqadi. Ozgina vanilli sahar qo'shib yuborsak, farzandlarimiz qanaqa qilib tugatib qo'yishganini sezmay qolishadi. Va eng asosiy va muhim siri esa shirguruchni sut bilan 15 daqiqaga olovni o'chirgan holatda dimlab qo'yamiz. Har qanaqa qaysar kasha yemayman deb xarxasha qiladigan bolajonlarimiz ham bu shirguruchdan keyin kashaga bo'lgan fikrini albatta o'zgartirishadi. Bu shirguruchni albatta oilangiz uchun takrorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizni eslab qo'yishingiz yetarli.